Evet, şükür. Так, прошу. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi bemorimiz, ya'ni Inject Medical klinikasida yotib davolangan bemorimiz. Уже bugun 8-kunmi? Ha, bugun 8-kun. Уже выписка bugun Ketishga ketishga tayyorlanyaptilar. Kelganlarda ularda o'tkir pnevmoniya, hattoki surunkali obstruktiv bronxit tashxislari bilan biz yotqizgandik. Ahvollari biroz og'irroq edi. Bir nechta davlat больницаlarida yotib samara olmagandilar. Qisqacha kelganida qanaqa shikoyatlar edi? Hozir qanaqa holatda siz aytib bersangiz? Ha, men Jo'rayeva marhamat 18-noyabr kuni mana shu yerga eshitib, YouTube'da ko'rib, eshitib keldim. Avvaliga qanaqa ekanini, chunki o'zimizda shahar shifoxonasida 13 kun davolanib, battar bo'ldimki, lekin hech ham yengillashmadi. Keyin oxirida qaror qildim, keldim shu yerga, adashmagan ekanman. Rahmat shifokorlarga. Ancha kelganimdan yaxshi bo'ldi. Oyoqlarim yurmay qolgan edi. Mana muolajalardan keyin oyoqlarim ham ozgina bo'lsa ham o'ziga qaytdi. Lekin nafas olishim yengillashdi. Xuddi nima deydi, astmatiklarga o'xshab, mana shu yetimda shunaqa balg'am ko'p ediki, nafas olish qilib bitta kelarda nafas, keyin nafas olishim qiyinlashib qolardi. Ancha yaxshi shifo topdim. Mana shu yerdagi hamma shifokorlarga, endi ko'plaringiz otlaringizni bilmayman, Dilshodjon sizga lekin otingizni bilib qoldim. Dilshodjon rahmat, bemillat qilgan xizmatingiz uchun. Mana shunday insonlar bor ekan, bizlarga Alloh taolo jo'natgan insonlar sizlarda sizlar. Ilohim doim tuzalib keting, boshqa kasal bo'lmaydi. Biz shu o'rinda aytib o'tmoqchimiz, hujayra darajasida davolash metodikasi. Shuni endi birinchi eshitdimda, aytdim, hujayra darajasida davolash. O'zim o'qituvchi bo'lganman 43 yil. Qanaqa ekan, chekka borishim kerak deb kuch to'plab keldimda, lekin nima deydi, adashmabman dedi. Shunchalik nima qilib qoldim, ham meni yuragim edi. Mana har tomonlama yordam berdinglar. Bugun chiqib ketaman. Xudo xolasa yana shu aytilgan vaqtda bir kelsa, bundan ham yaxshi bo'lib ketaman degan umiddaman. Sizlarga kuch, quvvat, sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, ishlaringda omad, izlanishda to'xtamanglar. Katta rahmat. Bor bo'linglar doimo. Katta rahmat. Shifokorlar mana o'g'liga ham shunday nima qiladi, olib kelib, keling opajon, keling. Ana Dilorom Qambarovna u kishi terapevtimiz. Kelib bunday qarab, kelgan kunlarim qarab turib, voy buncha menga qaradi ekanlar desa, shunaqa chiroyli. Men iloterapiya ko'p o'rganman, lecheniyalarga, sanatoriyalarga boraman, o'zimga qarayman-da. Shunaqa iloterapiya qilyaptilarki, hali joyini bundoq izlab topib. Men ko'rganman, iloterapiya qiladi, bunday keladi, tiqadi, ketadi. Bular yo'q, kovlab, joylarini bundoq toshqalarini topib, keyin nima qilib qaradilar-da. Ularga ham katta rahmat deyman. Xullas hammanglar, jamoalar yaxshi. Shunaqa. Bundan keyin ham omad, ilohim charchamaylar. Ilohim tuzalib keting. Xalq xizmatida charchamaylar. Hop, bizlarni aytmoqchi bo'lgan obunachilarimizga, bizning klinikamizda kompleks qarab yondashamiz. Ya'ni bemor nafas tizim kasalliklari bilan keldimi, albatta bu terapevt ko'rigi bilan o'sha osmotrlarni qiladi. Keyin biz kompleks davolarni ko'ramiz. Bu yerda hujayra darajasidan boshlaymiz. Ya'ni kam miqdorda dori-darmonlarni o'sha hujayra aro bo'shlig'ini tozalash uchun bir nechta joylarda ukol qilamiz. Sizni tomog'ingizdan boshlab yurakni orqasidan qilindi. Ya'ni keyin mabetdan ham qildilar. Birinchi kuni qilganda shu o'zimizning metodika bu hujayralarni hujayra aro bo'shlig'ini tozalash. Ya'ni afsuski ko'p muassasalarda noratsional antibakterial terapiya qilinadi. Ya'ni bir nechta antibiotiklarni udarli dozada qo'llash. Bu hamma vaqt ham afsuski yordam bermaydi. O'ylash mumkin, keng spektrli antibiotiklar yordam beradi. No, hamma vaqt emas, bu aksincha immun tizimini pasaytirib rezistentlikka olib kelyapti. Shuning uchun bizlarda kompleks yondashamiz. Birinchi hujayra darajasida davolaymiz. Qo'shimcha ravishda kerak bo'lsa igla terapiya qilamiz. Lazerlar bor, ya'ni o'sha antiseptiklarni bevosita bronxolagacha yetib borish uchun bizlarning o'zimizning maxsus yondashishlarimiz bor, nafas gimnastikalarimiz bor, psixoterapiya bor. Ya'ni kasallikni davolash uchun bir nechta podxod, bir nechta yondashuv bo'ladi va Xudoga shukr qilyapsiz, bemorlar og'ir holatda kelgan bemorlarimizdan bittasi edilar. Uje ancha yaxshi. Shuning uchun buni sizlarga bo'lishaylik. Bizning kanalda obuna bo'ling, yangiliklarni kutib olmaslik uchun. Hammangizga katta rahmat.
Shu YouTube'da ko'rib men ham izlab keldim-da. Sog' bo'ling. Boringlarga shukur. Katta rahmat sizga. Ha, Вам тоже спасибо. Borsa qilib qo'yasa endi.